Assalomu alaykum qarindoshlar. Tuvandagi yozma er ayollarning psixologiyasi. Bo'libmi erlarning psixologiyasini tushunishga xeli foydasi bo'lib qoladi degan umidda buni yo'lladim. Ayol kishining xarakteri erining boyligini belgilaydi. Nurg'un ayollar izchil turda erining pul topolmaydiganligidan, ta'limning yaxshi emasligidan qaqshaydi. Lekin amaliyotda siz agar o'zingizning tafakkurini o'zgartirib ko'rib baqsangiz, boylik o'zligidan keladi. Boshqurman desangiz, eringiz eg'izda qoyil bo'ladi. Haqiqiy ko'ngil bo'lsangiz, ko'ngildan qoyil bo'ladi. Ayol kishi hamisha qanday qilsam erimni yaxshi boshqarib ketalaman degan o'yda bo'lib olmasligi kerak. Boshqa ayollar bilan paranglashgandimi, o'zining erining yomon gapini qilmasligi lozim. Eringizni o'zgartirolmaysiz, ammo uning ta'sir ko'rsatalaysiz. O'g'rilik, rahatsizlik va pokiza bo'lmaslik qatorliqlar erlarning tug'ma tabiati. Siz hamisha uningdan uyga qaytgandan keyin buni qilishni talab qilsangiz, kichik bir ishlarni uningga tashlab qo'ysangiz, buningda har kishining sirtqi xizmat qilish jarayonidagi zehni chechilib ketib, ro'yi besimi yig'ilib qoladi. Eringiz uyga qaytgandan keyin siz uydan chiqishga oldirmang. Eringiz uyga qaytganda birinchi bo'lib sizni ko'rishni eng umid qiladi. Sizning ovozingizni anglashni o'ylaydi. Ham siz bilan fikr almashtirishni umid qiladi. Sizning ko'tillishingizni anglag'usi yo'q. Gumoningizni hukm qilib olmang. Ba'zi ishlar siz tasavvur qilgandek bo'lmaydi. Siz o'zingiz gumon qilgan ahvollarga asosan eringizga hukm chiqarib etsangiz, bu uning nisbatan og'ir bir zarba bo'lib, eringiz o'ziga ishonmas bo'lib qoladi. Har qanday ahvol ostida tikini bor bo'lib olmang. Agar ayollar hamisha tikini bor kirpidak eriga nashtirini sanchsa, har kishi tashabbuskor holda sizga yaqinlashmas bo'lib qoladi. Kirpi bilan kuchukning, o't bilan quruq yog'ochning bir yerga kelolmaydiganligini esdan chiqarmang. Eringizni qaqshimang. Tillab haqoratlash texmi bo'lmasin. Eringizni qaqshab og'irgan seri siz texmi bek qanoatlanish his qila olmaysiz. Eringizni xohlagancha tillab haqoratlagingiz yaqin yiroqni farq etmagingiz. Eringizni hamisha tillab haqoratlasangiz, aksicha unumga erishishingiz mumkin. Muhabbat qumga o'xshash. Har kishini tutquli bo'lmaydi. Ayol kishi hargiz har kishini chin tutib olaman demaslik kerak. Ularning jismini bog'lab olish, ularning ko'nglini tutib olgandek ishonchlik emas. Har kishini yaxshi ko'rish uchun avval uning ota-onasini yaxshi ko'rishni biling. Erinizning ota-onasi bo'lmagan bo'lsa edi, sizga uni yaxshi ko'rib qilish fursatimi bo'lmaydi. Shunga qaynotingizning pozitsiyasini ota-onangizning pozitsiyasiga selishtirib ortiq ziddiyat topmang. Har xotullar bir niyatda bo'lsa, dunyoda qiyin ish qolmaydi. Ayol kishi hamma ishda tigi taktini surishtir qilaman deb turib olmasligi kerak. Erlarning ba'zi ishlarni ko'nglida saqlashi ularning taktikasi hisoblanadi. Shunga ularni tanglikka qo'yishdan saqlaning. Erlarning hamma ishini 100% surishtir qilaman demang. Tugadi.